Quyon tug'ilgandan keyin qilinadigan ba'zi bir ishlar bor. Yangi quyon olganlarga, quyonchilikni endi boshlaganlarga o'zimning tajribamdan maslahatlar beraman. Xo'p, tug'ilgandan keyin agar mabodo mana shunaqa yashikka qo'yadigan bo'lsanglar, tagida обязательно karton yoki oddiy pergament qog'oz bo'lsa ham qo'yib, keyin somon yo apilka bo'lsa qo'yadigan narsalarni keyin tashlasanglar yaxshi bo'ladi. Nima uchun? Qarab turinglar. Mana bolasi hozir prosta plastikning ustida o'tiribdi-da. Tagi havo issiq bo'lganligi uchun qaytib nima qo'ymadim. Hech kim bo'lmaydi. Agar havo sovuq bo'lganda bular shamollab qolardi. Mana shuning uchun. Keyin quyon tug'ilgandan keyin darrov ovqat yemaydi. Может 1 kun, может 2 kun. Uncha appetit bo'lmaydi. Undan keyin appetit ochilib ketadi. Lekin quyon tug'ayotgan paytda tug'ishdan oldin baribir примерно hamma biladi qachon tug'ishini. 1 oyda tug'adigan bo'lsa, hisob kitobini qilib, oldida suv ko'proq bo'lishi kerak. Suvsiz qolishi kerak emas. Suv yomon chanqaydi, suv ichadi. O'ta ko'p suv ichaveradi. Shunisiga ehtiyot bo'lsa, keyin ovqati ham doim bo'lgani yaxshi. Keyin har xil ovqat berilmaydi. Ichi o'tib qolishi mumkin. Endi uyda doim po'choq berib yurilgan bo'lsa, u boshqa masala. Tak mana u quyonlarga men po'choq redki beraman. Inagida berib turaman, lekin ko'p emas. U ham tozasidan. Sababi sal vitamin olsin deb. Bundan tashqari suvga vitamin ham qo'shib beraman. 1 oyda 5 kun yoki ko'p bilan 10 kun, 1 hafta 10 kun suviga vitamin bor qo'shib beraman. Любой vet aptekaga borsanglar, vitaminni beradi. Bugun xudo xolasa ularni tagini tozalab, bugun uborka kuni. O'zi haftada 1 marta qilmoqchi bo'laman doim, lekin vaqt to'g'ri kelmaydi. Mana hozir suv ichyapti. Ba'zilarda ajoyib bir nima bor ekan, so'rab qolishadi, quyon ham suv ichadimi deyishadi. Hayron qolaman. Lekin quyonda bitta narsa bor, suxoy yem beriladigan bo'lsa, misol uchun qotgan nonni, yemishi suxoy bo'lsa, o'zini ovqatini bug'doy, arpa beriladigan bo'lsa ko'p suv ichadi. Agar ho'l narsalar beriladigan bo'lsa, sabzi berasizmi, po'choq berasizmi, tarvuz berasizmi, suv o'ta kam ichadi. Shunisi ham bor. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Savolinglar bo'lsa bemalol berishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beramiz.